Assalomu alaykum. Men shifokor nevropatologman. Islomov Rustam Suleymonovich. Bizning klinikada asosan insult bemorlarimiz, ishemik hamda gemorragik insultlar, bosh og'rig'i, migren kasalliklari, umurtqa pog'onasi disk churralari, umurtqa pog'onasi osteoxondroz kasalliklari, Parkinson kasalligi, nevrozlar, bolalarda ko'p uchraydigan tungi enurezlar hamda kattalar va bolalarda uchraydigan epilepsiya kasalligi yoki talvasa sindromlari to'liq davolanadi. Bizda nevrologik kasalliklardan tashqari kardiologimiz tomonidan kardiologik kasalliklar, terapevtimiz tomonidan terapevtik kasalliklar ham statsionar hamda ambulator sharoitda davolanadi. Bizning klinikamizda statsionar yotgan bemorlarimiz uchun elektroforez, ultrazvuk, magnitoterapiya, ampul puls, oyoq massajyori, limfodrenaj hamda yana 1-2 xil muolajalarimiz bepul amalga oshiriladi. Statsionar yotib davolanish uchun bemorlarimizga barcha qulayliklar yaratilgan.